boshni mashina oldiga qarab bosadi, polvoniga oldidan ko'tarib turishga, ushlab turishga harakat qilsin. Lekin bu tomosha ko'rishga oson, mikrofonni ushlab olib buni buyurishga ham oson, lekin buni bajarishga juda ham murakkab bo'lar ekan. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar. Albatta qarshi bilan ko'ramiz. Qani. Polvon aka hushyor bo'lasiz. Ozgina xato kechirilmay jazo bo'ladi. Alloh deysiz, Xudo deysiz, Alloh deysiz, qand deysiz, pul deysiz, pand deysiz. Allohni esdan chiqarmasdan aslonim. Oriyatni ham qo'shib olamiz, kelishdingmi? Qani. Boshdi endi. Bo'ladi. Xolis chaqirib beraymi? Xo'p, akalarimizdan bor moshtaga tulaydigan. Ko'pchilik o'ylaydi-da, bir rushtini ko'tarib qo'yib bosyapti deb. Egasi qayerda? Moshtaning egasi bormi o'sha yerda? Akalarimizdan yo'q yordamga moshtaga tulaydigan. Rushtini ko'tarilganmi, ko'tarilmaganmi, o'shani aytib turishga bo'ladi. Aka oldiga o'tirib oling. Hop, tayyormi? Hadi, bosdik endi. Alkular bilan. Yaxshi aylanyapti ma'lumda. Bu qarsiga o'xshamayapti-yu, ovoz bilan qani. Yo. Aka bu reklama bo'ldi-da, zalla reklaması. Qaytadan gazni o'ynadimiz, oxirigacha bosamiz, kelishdingmi? Polvon ko'p. Bosing, qani. Hop, bizga satamas. Jim turib ovozini eshitdik. Qani. Bosdi, qani. Qaytarmang polvon, ha. Qarsi o'tirsin, qarsi, qani. Bo'ladi. Azdira moshlarni balon aylandimi? Aka rushni ko'tarilmadimi? Halol bo'ldimi? Bitta qarsi bo'lsin. Qani?